Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun Shahrixon mol bozoridamiz. Kiloga narxlar akalar 57 mingdan boshlab 63 minggacha ekan. 222 kilo chiqdi shu novvosimiz akalar. Bu katta novvosimiz akalar 50 million kami bor deyapti. Shved toza. Baqiladigan hali. Torozidamiz akalar. Aka nech pul deyapsiz? 40 million deyapti akalar shu novvosimizni. Mana olani buqasi haqiqiy buqa. Qolgan nech pul deyapsiz? Nech pul? 42 million qilyapti akalar mana shu novvos. Oyoq qo'llari baquvvatdan ekan. Akalar Sharxon mol bozoridan seshanba kuni kunimiz. Hammaga xayrli bo'lsin. Obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar akalar. Kunajinimiz qo'yilyapti taroziga akalar. Nech kilo bo'ldi? 265 kilo bo'ldi akalar. 61 ekan. Yana novvosimiz kelyapti akalar. 430 kilo hisoblashyapti. Qani nech kilo chiqar ekan akalar? Nech puldan bo'ldi? Shu holatda nech pul oldi? Nech pul oldi aka? Nech pul oldi aka? 26 million. 26 millionga 440 kiloli novvos o'pdi akalar. Joni sog' bo'lsin. Zo'r o'pdi shu ham. 26 millionga 440 kiloli novvos. Zo'r tushdi aka. 60 tushadi. Necha kilo chiqdi? Mana yana katta novvoslarimizdan. Aka nech pul deyapsiz buni? 35 millionga bermayman. 35 millionga berilmayotgan mana shu novvosimiz. Olish. Qizil ola o'ta chiroyli variantlaridan. Mana shved dodalaridan chiqdi yana bitta. Jonivor. Bo'ylari 180. Aka nech pul deyapsiz uni? Buni aka 55 deyapti, kami bor aka. 55 million deyapti novvosimiz. Ha, 44, 43 so'ralibdi akalar shved tozasidan. Urubqa ham bo'laveradi.